Mehnatni muhofaza qilish sertifikati avvalambor kimlarga beriladi va hamma o'qishi shartmi? Juda yaxshi savol. Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha malaka sertifikatini olish uchun albatta 72 soatli o'quv kursini o'tgan bo'lish shart. Agar mana shu 72 soatli o'quv kursini o'qib maxsus sertifikatga ega bo'lmasa, u malaka imtihoniga qo'yilmaydi va malaka sertifikatini ola olmaydi. Malaka sertifikatini olish uchun bozorni professional ishtirokchilari va maxsus vakolatli organni ilmiy markazi, malaka oshirish ilmiy tadqiqot institutlari ushbu yo'nalishda o'qitadi. Malaka sertifikatini olish bozorni professional ishtirokchilari uchun majburiy talab hisoblanadi va shuningdek mehnatni muhofaza qilish xizmati xodimlari uchun ham malaka sertifikati majburiy. Endi hozirgi kunda mehnatni muhofaza qilish xizmatini rahbarini tayinlash uchun albatta malaka sertifikati bo'lishi shart. Agar mehnatni muhofaza qilish bo'yicha malaka sertifikati bo'lmasa, uni mehnatni muhofaza qilish xizmati rahbari etib tayinlanishi bu qonun buzilish holati hisoblanadi.